Mana hozir Matiz mashinamiz kelgan. Prokatga chirib ichiga anaqa urib yuborgan, ko'pirib ketgan mana holat. Ko'pirib hamma joyidan urib yuborgan mana buniki ham. Qaymoq bo'lib ketgan ichlari ham mana. Mana holat. Mana bu yerda biyolarni yechdik, mana prokatga chirib ketgan mana. Chirib uzilib ketgan mana. Chirib uzilib ketgan. Hozir bu yerda treshinasi ham bor. O'sha hozir to'kirga borib, treshinasini ham yamatib, itegini shlifovka qildirib, boshqatdan yig'ib beramiz. Mana ish jarayonlari ketyapti. Mana ustida anaqasi ham qaymoq bo'lib ketgan mana. Moy ko'pirib ketgan. Suv o'tib ketgan. Mana suvda yurishgan. O'shaning uchun suv urgan, chirtib suv urgan. Hozir pompasini yechib, pompasi ham ishdan chiqqan. Suv haydamayapti bu yoqqa. Shunga pompasini almashtiramiz. Kimga shunaqa motor xadava xizmatlari ham kerak bo'lsa, qilaveramiz. Mashina detalini ham, kuzovini ham, motor xadavani ham qilaveramiz. İşimiz davom etyapti mana. Mana suvda yurganning oqibatida mana kanaldan teshiklari ham chirib, musorli yig'ilib ketgan mana. Mana holat. Ichlar kanal ichlari musor to'lib ketgan o'zi. Chetlari o'zi suvda yurganning hisobiga chirishni boshlagan, mana chirib sekin kelyapti ana o'zi. Holat. İşimiz davom etyapti. Hozir buni yechintirib, to'kirga boramiz. Treshinasi bor, shuni yamasib turib, tegini shlifovka shildiramiz. Keyin boshqa yengi anaqa temir platka. Mana bunaqa yengisini olamiz-da, temir platkani qo'yib yuboramiz keyin. Mana holat. İşimiz davom etyapti. Mana pompa, remellarni yechuvdik. Pompalar ham chirib ketgan, mana remellari ham yechuvdik mana. Remellari ham chirib uzilyapti. Uzilishiga ozgina qolgan mana. Hamma joyi shunaqa bo'lyapti mana. Remellari ham yetib ketgan. Pompasi ham suvda yurganning hisobiga chirib ketgan, chirindilar oqyapti. Mana suv kanallari chirib ketganda o'sha. Yana ozgina bo'lsa kengayib ketardi bu. Suvda yurishi oqibati shuning uchun. Hozir bularni ham tozalab, top-toza qilib tozalab turib, keyin prokatga qo'yib turib, keyin uni bosib qo'yib qo'tiramiz. Hozir to'kirga borib kelganimizdan uni qilamiz hozir. Mana bu yerlarni ham yechintirib olamiz. Mana yechintirib, sekin hozmamlarni yechib turib, hammasini mana quruq o'zini olib boramiz. Ko'p bo'lgan suv kanalini devori ketgan. Suv kanallari mana chirib ketgan mana suvda yurganning hisobiga. Mana ko'ringizmi? Mana singan orasi. Mana suv kanallari ham chirib, mana sinib ketibdi ana ichlari. Mana galovka chirgan joylarni to'kirga olib kelib, yamatib, svarkalatib yamatdik. Hozir endi chaqlanadi. Chaqlab, keyin olib borib qo'yamiz, o'rnatamiz. Mana holat. Mana hozir motorni yuvib tozaladik. Mana hozir buni ham yuvib tozalaymiz. Mana ichlari svarka bo'lgan. Zagloshkalarning hammasi mana chirigan ekan. Mana shundan suv qo'yib yuborgan. Mana shu yerlarni mana svarka qildirib yamatdik mana hamma joyini. Mana orqa tarafini ham. Orqa tarafini ham deyish yamaldi mana. Mana ham teshiklar yamalgan mana. Mana kichkina qilib qo'yilgan mana teshiklar. Mana o'zini qanday katta bo'ladi. Mana kichkina qilib yamatdik mana. Chaqlangandan keyin silliq bo'ldi mana. Kichkina bo'lib. Holat endi. Tekis bo'ldi, silliq bo'ldi mana endi. Hozir yuvamiz. Benzinlab yuvib turib mana. Mana yuvdik, tozalab benzinlab tozalab yuvdik mana hammasini. Mana pompani ham olganmiz ana bo'lsa, tishlari yaxshisi mana. Buni tozalab olsak bo'ldi. O'zini tishlari chirib ketgan edi. Yaxshi sosteniyasini oldik, bu do'kondan oldik, 3 qahramonda. Mana holat. İşimiz davom etyapti mana. Benzinlab, yuvib tozalaymiz. Ishqilib tozalab turib, ichlarni tozalab, yuvib tozalab keyin qo'yamiz. Mana hozir motorlarimiz ham yo'llarini yig'ib oldik.
Mana hozir hammasini tozalab, chiroyli qilib yig'ib o'rnatdik mana. Yuvib tozalab, pompala qo'yildi, remelli metkiga qo'yib qo'yildi uje. Mana hozir yollari yig'ilyapti, remel taraflari. Keyin ustini qo'yib turib yig'amiz. Ish jarayoni ketyapti hozir. Mana matizimiz ham bitdi. Hamma joyini yuvib tozalab ishlatib qo'ydik mana. Motorlar bir tekisda ishlayapti mana. İşimiz bitti. Endi egalariga topshiramiz mashinani. Mana holati. Bir tekisda ishlayapti mashina. İşimiz chiroyli chiqdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana holat.